Haqiqiy xotirlarda haqiqiy dunyo namoyon qilinadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Şinjandagi 570 dan ortiq daryo iqin har millat xalqini beqib, shundaqla yana ajoyib ta'sirlik hikoyalarni qoldirib kelyotdi. Tarım daryosi Şinjandagi nurg'un daryo iqinlar orasidagi buning eng jonliq, eng ta'sirlik shohidi. Cungudaki en uzun ishki quruqliq daryosi bo'lgan Tarım daryosi Şinjan nupusining yarimiga hayotlik baxsh etdi. Qashqar, Oqsu, Xotandagi cho'ng kichik bo'stonliqlarmi Tarım daryosidan uzuq elib ko'klab yashnaydi. Tarım daryosining har bir to'lqinidan Şinjanning tarixi namoyon bo'lib turadi. Uning har qatimliq o'zgarishimi Şinjanliklarning turmushini o'zgartib kelyapti. Subayada hayotlik uzilmaydi. Bizning bugungi hikoyamiz Tarım daryosining manbasidan boshlanadi. Qurum tig'i necha yuz kilometrga so'zilib, Jungo Şinjan bilan Pokiston chegarasida qad ko'tarib turadi. Şinjandagi eng mashhur Yakan daryosining manbasi mushu yerdagi Joger cho'qqisi muzliqining shimoliy qismidan boshlanadi. Yakan daryosi Tarım daryosining eng uzun tarmoq iqini. Daryo iqin manbasi prinsipi bo'yicha bu ham Tarım daryosining haqiqiy manbasi hisoblanadi. Her yili 9-oyda bolalarni maktabga olib borish Reskom kentidagilar uchun eng muhim ish. Bu yil yomg'ir ko'p yog'di. Shunga bolalarning bexatarligini ko'zlab, Toshqo'rg'on noyalik hukumat bolalarni o'qil bostab bir tutash olib qo'yishni o'rinlashtirgan edi. O'qish boshlanishiga oz qoldi. Ba'zi aldiraqsan ota-onalar xatarga tavakkul qilib, bolalarini to'gi bilan yetmadi. Hey, sarang bo'ldingmi? Bunda qilsang, bolangni xatarga ishtirgan bo'lasan. Bu yo'lni suv buzib Biz amal qilib bolalarni qag'liq orqali maktabga yetkazamiz. Pasha Reskom kenti partiya yachakisining muavin sho'chisi. Bu necha kundan buyon u tog'da uy berib, noydin o'qil bos avatib, bolalarni maktabga olib qo'ydiganligini ko'pchilikka yetkazib o'tadi. Reskom kentidagi 9 buloq elimizning eng g'arbiy qismidagi Chigro kenti. Shundaqla Yakan daryosining manbasidagi Tunji kenti. Bu yil 91 yoshga kirgan tojik boboy Tursun To'xta har kuni saharda navrillar bilan birga chorvalarni haydab, uyga ancha yiroq bo'lmagan buloq beshiga kelib, yuz ko'zlarini yuvdi. Tog'dan 9 ko'z buloqning suvi eqib keldigan bo'g'ashqa shu yerdagi tojiklar bu yana 9 buloq deb ataydi. Subak so'g'oq ekan, ko'nib qolasan. Bu degan buloq suvi yozliq ta'til bolalar eng xo'shal o'ynaydigan vaqt. Bunda xo'shallikni maktab va nohiya bozoridan topqilib bo'lmaydi. Biroq bunda xo'shal kunlar uzoqqa bormaydi. 12 yoshlik Kulning maktabga boradigan vaqti bo'lib qoldi. Muallim. Yaxshi turdinglarmi bolalar? Tarvon Reskom yezisidagi birdan-bir o'qituvchi edi. Maktabning burunqi jafo mushaqqatini u yilimi unutib qolgani yo'q. Reskom kenti egiz tog' jilg'isiga joylashqashqa har qitim yeziga berish uchun 5-6 kun vaqt ketadi. Kelkun mezgilda 1000 kilometrdan ortiq yo'lni aylanib o'tgandila, ondan Toshqo'rg'on nohiya bozoriga bog'ili bo'ladi. 2008-yili Toshqo'rg'on noyalik hukumat bu tog'dagi bolalarni nohiya bozoriga elib berib maktabda bir tutash o'qitishni qaror qildi. Shu yili Kul tunji turkumda tog'dan chiqib nohiya bozoriga berib o'qidi. Bu yil uning singlisimi maktab yoshiga to'shdi. Qizini shuncha jiroqdagi maktabga olib borib berdiganini o'ylasa, uning opasi faqatla xotirjam bo'lolmaydi. U qizini texi kichik, o'zining holidan xabar ololmaydi deb o'ylaydi. Kul opasining g'am qilayotganligini ko'rib, o'z kechirmishlari orqali opasiga tasalli berdi. Qizim bek kichik, kiyimlari yirtilib ketsa qanday qiladi? Kiyim kechki, oyoqi yo'q tursa, kiyimi mehnat bo'lib ketsa, sopun topa olarmi? Men bek ansiravaman. Xotirjam bo'l, opa. Muallim uning holidan xabar oladi. Men mu tursam. Mualliminglar sizlarga qanaqroq qaraydi? Muallim bizga bek yaxshi muomala qiladi. O'qil bo's yetib kelguncha bolalar vaqtni ching tutib, ta'tilning oxirgi kunlarini o'tkazib o'tadi. Cho'nglar bir kunlik ishlarini boshlab etdi. Bu yil mo'l usulliq bir yil bo'ldi.
Yaşanğanlar kuzlik ovmi boshlangan tunji kuni qarliq taqqa iltijo qilish murosimi o'tkazish taklifini berdi. 9 buloqda 5 la oila bor. Shunga har yili kuzlik yig'inda yurtdoshlar birga ishlaydi. Bu yil ko'pchilik tunji bo'lib, Kul oilasining bug'diyini o'moqchi bo'ldi. Saharda Kulning tog'isi Chirak bu yil yangidan setib olgan motorliq o'g'oqni bug'doylikqa olib keldi. Mushu 2 yilda u sirtda ishlamchilik qilib, nazar doirasi xeyli echilib qolgan edi. Hozir yo'llar yasalgandan keyin bizda sirtlarga chiqib ishlash fursati ko'paydi. Atrofda kanlar echildi. Mendek yoshlar ishlamchilik qilib pul topadigan bo'ldik. Men ishlayotgan shirkat odam qabul qildiganligini. Oyda az bo'lganda 3000 yuan, ko'p bo'lganda 8000 yuan maosh beradiganligini aytdi. Tasha Chirakning inisi bo'lib, akisi Chirak uningga sirtda ishlamchilik qilishni necha qitim aytgan bo'lsa-mu, lekin Tasha Reskom kent partiya chekisining muavin shujisi bo'lg'achqa yanada bormadi. Amaliyotda Tashaning o'zining o'ylaganlari bor edi. Bu bir qancha yildan buyon kentda zo'r o'zgarish bo'ldi. 2007-yili kentdagilar quyosh nuri energiyasidan foydalanishga boshladi. 2008-yili kentdagi bolalar qog'liq berib maktabda o'qidi. Maktab ularga haqsiz tomoq, yotoq qilib berdi. O'qish haqqi olmadi. 9 yillik majburiyat ma'rifini 12 yillikka uzartib berdi. 2009-yili hamma oilalar televiziya programmalarini ko'ra oladigan bo'ldi. 2010-yili 9 buloq kentida chorvachilar yon telefon ishlatishga boshladi. 2011-yili 9 buloq kentidan Toshqo'rg'on nohiya bozoriga tutishadigan yo'l yasaldi. Yo'l bitgandan keyin kentdagi chorvachilarni o'ltiraqlashtirish qurilishi va bir qator xalq turmush qurilishi yo'lga qo'yildi. Tashaning dehqonlarga boshlamchi bo'lib, texmi yaxshi turmushga erishtirish majburiyat tuyg'usi va mas'uliyat tuyg'usi texmi kuchaygan edi. Qo'lingni xuddi burkitadek egiz ko'tar. To'g'ri. Mana shundoq. Bova, o'zim qilay. Tojiklar elimizdagi eng qadimiy millatlarning biri. Ular burkutni o'ziga totem qilgan. Ular burkutni qaysarlik va qahramonlikning simvoli deb qaraydi. Şoň ular burkutdak millat deb atilib kelmoqda. Burkut usuli tojiklar eng yoqtirib o'ynaydigan usul. Bu Tursun bovayning ta'tilining oxirgi kunlarida navrillarga burkut usuli o'gitishi edi. Bu bolalarning qog'liqdagi maktabda o'qish jarayonida ota-onalari yanada bo'lmasmi xuddi burkutdak jasorat bilan o'z oldiga yashashini umid qiladi. Yaxshi o'rganib xuddi burkutdak Iroqlarga ushqin. Urumchi, Beijing, Shanxaylardagi oliy maktablarda o'qish uchun yaxshi o'rganishing kerak. Shundalar haqiqiy bir yaxshi o'quvchi bo'la olaysan. Reskom kentidagilar taqazzoliq bilan kutayotgan kunlarda nohiya avatgan 6 o'qilboz qog'liq orqali 1200 kilometr yo'lni besib 4 kunda oxiri Reskom kentidagi 9 buloqqa yetib keldi. Bilim xuddi muzdog'dan erib tushgan qor suyiga o'xshash Tarim daryosi manbasiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Garchi bu kuch 9 buloqda nihoyatda kichik bo'lsa-mu, ammo uning mavjudligini hech kim inkor qila olmaydi. Shunga nurg'un odam badallashga qaramay iqtisod bilan hisoblashib o'ltirmay tog'liq kentdagi bolalarni maktabda o'qityotdi. Ular shaharlik bolalarga o'xshash afzal majburiyat ma'rifidan bahramand bo'lmoqda. O'qilboz kentga kirdi. Bu uzun zamonlardan buyongi eng zo'r yangilik. Yangi o'qish mavsumi boshlandi. Taqa, qarang, poyez keldi. O'qilboz maktabga kirdi. Bu uzun zamonlardan buyongi eng zo'r yangilik. Yangi o'qish mavsumi boshlandi. Tarim daryosining o'rkashlab eqiyotgan suyi, Yakan daryosining ikki qirg'og'idagi quyuq o'sgan to'g'raqliqda Do'lan madaniyati va Do'lan san'atkorlarini yetishtirdi. Ularning turmushida qanday o'zgarishlar bo'layotgandi? Odam oyqi bosmagan suv manbasi rayonidan hayotiy kuch olgan Yakan daryosi Şinjandagi eng cho'ng sug'uriladigan yezilik rayonini ko'kartmoqda. 2 milliondan ortiq nopos bu ana daryo bo'yida avlodma-avlod yashab kelmoqda.
Yakin daryosi rang-gorang turmush shakli va mo'l madaniyatni shakllantirib, o'zgacha Do'lon madaniyatini yaratdi. Bu yerda yashayotgan Do'lon san'atkorlari Yakin daryosi bo'yida avlodma-avlod Do'lon muqomini avjiga chiqarib, san'at bilan ko'klab keldi. Baxt naqshillari Yakin daryosi bo'yida yangramoqda. Yakin noyisi Kachung yezisi Chamsa kenti Yakin daryosining o'ttira ustunki iqimiga joylashgan bo'lib, tipik daryo vodisi bo'stonligiga tava. O'rkashlayotgan Yakin daryosi mushu kent bo'yidan eqib o'tadi. Daryo suyining shavqinliq ovozi Tursun Otabali uchun dunyodagi eng yiqimliq muzika. Tursun oilasi 2005-yilda yer tevrashga chidamli turalg'i uy solgan bo'lib, nurg'un e'tibor berish siyosatlaridan bahramand bo'ldi. O rasm chizishni bak yaxshi ko'rdi. Kentdagi nomi chiqqan maybo'yoq rassomi. Elshot kichigidan tortibla dadasidan rasm chizishni o'rgangan. Shunga o to'liqsiz o'tir maktabni bitiribla rasm chizish ortiqchiligi bilan Urumchi san'at maktabining go'zal san'at kasbiga imtihon berib o'tdi. Bu yezda zo'r ta'sir qo'zg'adi. Kent qo'liga dab ip chala oladigan, naqshi aytolaydiganligi odam bo'lsa, xeyri yosh er ayolning hammasi sanam o'ynay oladi. Bundaq so'rinlarda Tursun albatta kam bosib bo'lmaydi. Chunki o Kachung yezisidagi nomi chiqqan Kachung sanami varisi. Bugun o do'stlarining oldida o'g'lining o'ziga shon-sharaf ep kelganligidan shundoq xursand bo'ldi. Akillari sirtqa ishligili chiqib ketgachga uyning hamma ishi Elshotning zimmasiga tushdi. Gullarni sug'urish, tomoq etish, to'xularga yem berish, kala beqish, har kuni kentdagi boshqa bolalar bilan qo'y beqish deganlar Elshotga vaqtning tez o'tib ketayotganligini his qildirdi. Elshot ishmijaz bo'lsin, lekin dadasining do'stlari bilan usul o'ynayotganligini ko'rishni yaxshi ko'rdi. O dadasining do'stlarining Kachung yezisidagi Kachung sanami o'ynaydigan xalq san'atkorlari ekanligini biladi. Ular orqali zamon makondan alqib, millatning ro'yiga singib ketgan iznalarni ko'ra oladi. Bular dal o rasmida ifodalamoqchi bo'lgan mazmunlar. Sanam degan so'z go'zal, chiroyli degan ma'noda bo'lsa-mu, lekin u muzika sohasida bir qancha naqshini ulab aytadigan usulliq muzikani bildirdi. Bu Uyg'urlar orasida eng keng tarqalgan xalq usulini ko'rsatdi. Kachung sanami 2008-yili davlatning g'ayriy moddiy madaniyat meroslari turiga kirgizildi. Kachung yezilik hukumat bu madaniyatga texmi yaxshi varislik qilish uchun Kachung sanami varislariga yangidan madaniyat punkti qurib berdi. Yakan nahiyasining muqam yurti degan nomi bor. Bu tadbirlar shu joyning turli madaniyat ishlarining taraqqiyotiga zo'r turtki bo'ldi. Abdusamat bilan Tursun ikkilisi Kachung sanamining varislari. Hukumat har yili ularga 4800 yuandan ortiq yordam puli berdi. Bu yil Yakan noyisi yana bir yurishdan azon ijoralik uy taqsim qilib berdi. Vaqtning o'tishi bilan ularning turmushida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Hozir ularga o'xshash xalq san'atkorlarining o'zini namoyon qila oladigan posti va sahnasi bor bo'ldi. Shundaqla butkul jamiyatning hurmati va e'tirof qilishiga erishdi. Buningdek butun qizg'inlik bilan nomer o'rindash Tursun va uning hamrohlariga odat bo'lib ketdi. Ular 2008-yildan hozirgacha Beijing, Shanxay, Nanjing, Chengdu, Qinghai qatorliq joylarda Kachung sanamini o'rnatdi. Tursun usul o'ynagandan boshqa Yakan noyisida rasm chizadigan dehqon rassomi hisoblanadi. Va bu yil o'g'li bilan birga Yakan daryosining ikki qirg'og'idagi yangi o'zgarishlar, yangi manzarlarni tema qilib chizgan rasmlar ko'pchilikning yaxshi bahosiga erishdi. Bu rasmlarda dehqonlarning hozirgi turmushga bo'lgan ta'siroti, kuzatishi haqiqiy ifodalangan. Ular har qanday cheklamaga uchirmagan asosda o'zgacha usul bilan o'zining turmushini tasvirlagan. Ular mushundaq chog'da erkin tasvirga boy bo'ladi. Kachung yezliq hukumat Tursunning yaxshi boshlamchi bo'lishiga, dehqonlar rasmini yaxshi chizishiga madad berish va uni qo'llash uchun bultur madaniyat yurtida yangi ishxona va ko'rgazma uyi ochib berdi. Hozir bu yer sayohatga kelganlar ziyorat qiladigan joyga aylandi. Yakan daryosi Tursunning usul o'ynashi va rasm chizishiga ilhom ato qildi. Bu yer uning boylik yoritadigan manbasi bo'lib qoldi. Va beka bo'lib qolgan vaqtlarda yog'ochchilar ishlatadigan sir bilan rasm chizib, qo'shimcha pul topadi.
Yakan daryosi uning mangulik temasi. O rasm sizish taxtasida Yakan daryosini qancha qitim sizganligini o'zimi bilmayman. Bu Zarafshan daryosi shu tog'lar tushmasa bu rasmga mening rasmim bo'lmay qoldi. Tursun 20 necha yildan buyon Qashqarda xeyli nom chiqadi. Hozir uning 71 shogirdi bor. Lekin shogirdlarning aytishicha, yog'ochchilar ishlatadigan sirda sizilgan rasmlarning hozir toza bozori bo'lmay o'tibdi. Tom O'stan yezisining Yakan bilan bo'lgan oraliqi 8 kilometr bo'lib, Yakan noyasidagi kentlarni ratlab, ommani beyitishdagi ulgu ko'rsatish nuqtasi. Tom O'stan yezisida yangidan 763 yurish amin o'ysilandi. Lekin oila aramlarini sir bilan bezigan birma oila yo'q. Zamonaviy moda bezakchilik bilan an'anaviy sirchilik hozir toza mos kelmaydigan bo'lib qoldi. Ekskursiyaning natijasi Tursunni intayin umidsizlantirdi. Ammo u hozirgi jamiyat taraqqiyotining tezligini, har qanday yaxshi narsaning hamon uzluksiz o'zgaradiganligi, bo'lmasa shallanib ketadiganligini his qildi. Bu u va shogirdlar bundan keyin jazman yuzlanadigan reallik edi. Shu amin o'ri qurilishining munchilik tiz taraqqiy qilishini faqat o'ylab boqmoqdaman. Qachonmi bizning bu yurtimizga shunday bir qurilishlar qilinib, bizda bayashat turmushga erishamiz. Bu telekamerani Tursun 3 yil burun Chengduga o'yin qo'yg'ili bag'anda setib olgan. Mushu kentdagi birdan-bir telekamera edi. Uyga qaytib kelganda telekamerani uning kenji o'g'li Elshod ishiltadi. Dadam men maktabga kelsam bo'lamdi ya. Balam, maqitim xinanning loyonga o'yin qo'yg'ilib balam. Eğer berib kelganda ekan, men sizga Urumchidan ma'nodan yaxshiroqni olib beraymi-ka? Bu kuni saharda ota bola kelgan nas keraklarini yig'ishtirib birlikda uydan chiqdi. Ularning qadamlari birdek, harakatlarimi birdek bo'lib, yangi turmushga bo'lgan intilishimi birdek edi. Mayli, Tarim daryosining manbasidagi Tojik buvayga yangilik bilingan, navrisini maktabga opiradigan yangi o'qilbos bo'lsin va yoki Yakan daryosi vodisidagi do'lanlarning usulga tushgan paytlardagi shodlik melodiyalari bo'lsin, ulug' daryoning bizga hadya qilgan ne'matlardan bahramon bo'lib turibdimiz. Tarim daryosi xuddi onamizga o'xshaydi. U bo'lmasa biz hayotlik buluqidan mahrum qolamiz. U bo'lmasa naqshlarimiz, usullarimiz, ma'naviy zavqimizdan ayrilib qolamiz. Dal mushu ulug' daryoning shafoati, davrning o'zgarishi bo'lg'achqa, ikki qirg'oqdagi kishilarning turmushi texmi rangdorlikka to'lmoqda. Daryo bilan taqdirdosh bo'lgan kunlarimizda bizda texmi ko'p yangi hissiyotlar tug'ilmoqda. Kelarki san programmamizda Qaynoq yillar nomli 5 qismli hujjat filmning ikkinchi qismi davomli huzuringlarda bo'ladi. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni xotirlaydi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'rganingizga rahmat. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.